videosi ham kanal ochilgan paytda joylangan ekan, ya'ni 2 kun o'tib. Demak do'stlar, ushbu kanalga hali 1 yil ham bo'lgani yo'q. 1 yildan ancha kam muddat bo'lgan, lekin уже 390 mingta obunachi va jami hisobda do'stlar 981 million, ya'ni salkam milliard prosmotr yig'gan ekan. Xo'p do'stlar, endi video yasashga o'tamiz do'stlar. Ushbu kanalni asosiy mavzusi, ya'ni mana bunday turdagi videolarni qanday qilib yasashni o'rganamiz. Agar siz hali YouTube'da o'z kanalingizni ochmagan bo'lsangiz, hozir bu uchun eng to'g'ri vaqt. Chunki hozirda YouTube'da yangi kanallar tezda ko'tarilyapti. Lekin kanalingiz noto'g'ri ochilgan bo'lsa, u YouTube'da hech qachon rivojlanmaydi. Agarda shunday muammolarga duch kelishni xohlamasangiz, biz sizga noldan professional kanal ochib beramiz. Kanalingiz uchun unikal nom topamiz. Sifatli banner avatarka tayyorlaymiz va kanalingizni rekomendatsiyaga chiqadigan qilib professional so'zlab beramiz. Va hattoki bulardan tashqari, hozirda ko'pchilik duch kelayotgan raqam bilan